BTS 2022-yildan 2025-yilgacha majburiy harbiy xizmatni o'tash uchun faoliyatini vaqtincha to'xtatdi. Shuning bilan birga a'zolar bu davrda o'zlarining musiqiy yo'nalishlarini ham izlab ko'rishdi. 4 yildan so'ng ular yana birlashib, Arirang nomli comeback albomini chiqardi. Ammo Arirang na eski BTS, na yangi BTS, u ikkalasining uyg'unligidir. Birinchi qo'shiq Body to Body. U muxlislarga 2013-yilda chiqqan Oriol 82 albomini eslatadi. Qo'shiqni odatdagidek guruh yetakchisi va reperi RM boshlab beradi. Bu 18 yoshli RMning uslubi edi, ammo yakkaxon faoliyati davomida uning ilgari jahldor va o'tkir bo'lgan ovozi yanada xotirjam va vazmin tus oldi. Shunday ekan, o'sha xotirjam va vazmin RM 2013-yildagi isyonkor BTS uslubida rep aytganda biz mutlaqo o'ziga xos natijaga guvoh bo'lamiz. Bu shunchaki eski uslubdagi ritm ustiga yangi ovoz qo'yilgan qo'shiq emas. Body to Body qo'shig'ida Arirang xalq qo'shig'idan namunalar ishlatilgan. Bu ohang BTS muxlislari uchun tanish, chunki BTS an'anaviy ko'rish cholg'u asboblari qo'llanilgan ko'plab qo'shiqlarga ega. Masalan, Agustining Hegum qo'shig'i, Dejvita, Idol va hozir albatta bularning hech biri aynan bir xil emas. Arirang BTS uchun yangi musiqiy bosqich. Ular unda juda ko'p yangi uslublarni sinab ko'rishmoqda. Ammo BTSning barcha davrlarni tinglagan inson sifatida shuni ayta olamanki, bu albom haqiqatan ham BTS ruhini his qildiradi. Ular o'z ildizlariga qaytish orqali o'zlarini qayta kashf etgan san'atkorlar sifatida ilk albomlarini yangicha nigoh bilan talqin qila olishdi. Va shu tariqa butun diskografiyalaridagi eng yaxshi jihatlarini yanada rivojlantirishdi. Ikkinchi qo'shiq Hooligan deb nomlanadi. Ko'plab BTS muxlislari uning uslubini BTS Cypher qo'shiqlariga o'xshatishadi. Ammo undagi vahimali va qorong'u kayfiyat menga Shadowni eslatadi, instrumentlardan tortib reperlarning repni to'xtatib, qorong'u va jiddiy ohangda gapirish uslubigacha. Shunga qaramay, bu repga yo'naltirilgan qo'shiq muchun muxlislarga Cypherlarni eslatishini tushunaman. Masalan, J-Hopni olaylik. Yakkaxon faoliyati davrida J-Hop o'zining Jack in the Box davrini yaratdi. Ana shu yetiklashgan ovoz endi ularning qo'shiqlariga mutlaqo yangi ohang olib kiradi. Men yanada yuksalgan degan iborani ishlatishni yoqtiraman. Chunki bunday qo'shiqlarda BTSning klassik Cypher uslubi saqlanib qolgan bo'lsa-da, ularda yangi topilgan ishonch va salobat seziladi. Ular o'zlarini ancha erkin va xotirjam tutishadi, xuddi keyingi qo'shiq Aliens kabi. Body to Body'da biz Right Place Strong Person davridagi RMni, Hooligan'da Jack in the Box davridagi J-Hopni ko'rdik. Endi esa Suga bizga Agustina namoyon etadi, faqat 10 yil ulg'aygan va yanada yetuk holda. Xuddi ilk davrdagi BTS qo'shiqlarida bo'lgani kabi, vokal line ham faol ishtirok etadi va har bir rep qismini silliq hamda tabiiy tarzda bog'lab beradi. Bu ilk BTSga xos klassik uslub, shu bilan birga ular 2020-yildagi zamonaviy BTS ruhiga ham ko'rin qoldirishgan. Masalan, reperlarning jamoaviy hayqiriqlari kabi elementlar bunga misol bo'la oladi. Dastlabki 3 qo'shiq ilk davrdagi BTSni eslatsa, keyingi qo'shiq esa ko'pchilik yaxshi taniydigan global BTS uslubiga ancha yaqin. Arirang albomidagi 4-qo'shiq Fire deb nomlanadi. Bu menga juda ham 2016-yildagi BTSni eslatadi. Ya'ni hip-hop ildizlaridan tashqariga chiqib, global musiqiy uslublar bilan tajriba o'tkaza boshlagan BTSni. Hatto qo'shiqdagi e'tiborni tortadigan mayda detallar ham shunday taassurot uyg'otadi. Masalan, avval qichqiriq eshitilib, keyin qo'shiq nomi aytilishi kabi elementlar. Shuningdek, ular 2016-yildan boshlab sinab ko'ra boshlagan elektron raqs musiqasi uslubini ham e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Bu uslub ushbu qo'shiq bilan deyarli mukammal uyg'unlashgan.
Yakkahon faoliyat davridan olingan yangi elementlar haqida gapiradigan bo'lsak, Jiminning main fon vokallari qo'shiqqa 2016-yildagi raqs qo'shiqlarida bo'lmagan yangi bir qatlam qo'shganini ko'rish mumkin. Va bu bizni Tu qo'shig'iga olib keladi. Ko'plab muxlislar bu qo'shiqni BTSning ilk studiyaviy albomi Dark Wild bilan bog'lashlar mumkin. Ammo bu holat yangi muxlislar uchun biroz g'alati tuyulishi mumkin. Chunki ular BTSning 2018-yildagi uslubiga o'xshash yangi vokallarni kutishgan bo'lishi mumkin. Go'yo siz Dark Wild albomini yana qayta tinglayotgandaksiz, ammo undagi reperlar endi Yakkahon faoliyatlarida Galgusti, J-Hope va R&B'ga aylangan. Bu uslub BTS uchun boshqachadek tuyulishi mumkin, ammo aslida bu ular uchun yangi ovoz emas. Ularning Yakkahon ijodidagi uslubi butunlay boshqacha, ammo ular o'sha davrdan ayrim elementlarni olib, eski BTS uslubi bilan uyg'unlashtirgan. Bu Arirang albomidagi rapga yo'naltirilgan so'nggi qo'shiq. Number 29 esa albomning vokalga yo'naltirilgan qismiga o'tish vazifasini bajaradi. Bu albomning asosiy singli Swim va Swim BTSning zamonaviy singllari orasida hech biriga o'xshamaydi. Shu sababli yangi muxlislar undagi BTSga xos uslubni darrov anglashlari qiyinroq bo'lishi mumkin. Chunki bu qo'shiqda 2014-yildagi alternativ pop uslubining bir qancha elementlari mujassam. Bu klassik BTS vokal a'zolari faqat navbatma-navbat refrenni kuylabgina qolmay, bir-birini qo'llab-quvvatlaydi va vokal qismlarini o'zaro almashib ijro etadi. Ammo Swimning eng katta jozibasi shundaki, u bir vaqtning o'zida ham 2014-yildagi klassik BTS ham 2022-yildagi zamonaviy BTS kabi yangraydi. Swimdan keyin biz Psychedelic Rock uslubidagi Merry Go Round qo'shig'iga o'tamiz. Bu uslub BTS 2017-2022-yillar oralig'ida tez-tez qo'llagan yo'nalishlardan biridir. BTSning o'sha davrdagi qo'shiqlari odatda pop uslubiga yaqinroq bo'lardi, ammo Merry Go Round Vning Yakkahon ijodiga o'xshash minimalistik uslubda. Buni ayniqsa vokal a'zolarining kuylash uslubiga e'tibor bersangiz yanada yaqqol sezish mumkin. Bu qo'shiq yangicha tuyuladi, lekin baribir zamonaviy BTS uslubiga yaqin. Xuddi undan keyingi normal qo'shiq kabi. Normal pop qo'shig'i bo'lsa-da, u Suganing Yakkahon ijodidagi Galgusti yaratishi mumkin bo'lgan turdagi pop qo'shiqni eslatadi. 내가 지나간 자리 무수히 많은 상처와 영광까지 She never everything I like 1,000 times Normal and special they are just some lies Yeah Somebody does up But I'm thinking about Run away out of sight Don't know what I want Wish I had a minute just to turn me Shu bilan birga bu qo'shiqda Jungkookning Yakkahon diskografiyasiga xos pop uslubining ta'sirini ham ko'rish mumkin. The same as before, I don't feel anymore. It got me and my feelings about on this wall and my knees. Shu sababli normal BTS ikki davriga mansub qo'shiqdek tuyuladi, BTS birga emas. Shunga qaramay unda BTSning birinchi davriga xos ayrim jihatlar hamon saqlanib qolgan. 유난히도 반짝였던 서울처럼 보는 또 다른 세상 Kerosene, dopamine, chemical induced Fantasy and fame, yet the things with you Keyingi Like Animals qo'shig'i esa bizni BTS diskografiyasining yanada ilk davrlariga olib boradi. BTS 2015-yildan pop rock uslubi bilan tajriba qila boshlagan edi. 넌 거기 있지만 왠지 닿지 않아 Stop 나의 see a whole life full of animals None of us are tameable None of us are tameable Hozirgina eshitganimizdek reperlar Vning uslubiga o'xshash mayin va sokin kuylash uslubini o'zlashtirishgan.
Uning bilan birga vokal a'zolari esa jinning uslubiga yaqin bo'lgan kuchli va jo'shqin ijro uslubini namoyon etishadi. Vokal layning ta'siri Like Animals'dan Zero No Abadas qo'shig'iga o'tilganda ham yaqqol sezilib turadi. R.E.M bu qo'shiqni Jiminning erkatoyi deb ta'riflagan. Unda Jiminning 1970-yillar musiqasidan olgan ilhomi qanchalik kuchli aks etgani osongina seziladi. Demak, bu qo'shiq asosan vokal laynga qaratilgan. Biroq unda BTSga xos elementlar ham mavjud, masalan, sokin ritm ustidagi tezkor rep qismlari. Shuningdek, Jinning mayin nafasli vokali ham qo'shiqqa o'ziga xos tus beradi. Keyingi qo'shiq bilan BTS bizni yana 2018-yilga qaytaradi. One More Night'da Jungkookning yakkaxon ijodiga xos mayin va nafasli dance pop vokali seziladi. Ammo shubhasiz, One More Night muxlislarga eng avvalo Love Yourself davrini eslatadi. One More Night'da 2018-yildagi BTS uslubiga xos juda ko'p elementlar bor. Shu sababli menimcha bularning ayrimlari o'sha davrga ataylab qilingan ishoralar. Shundan so'ng biz 2018-yildagi house uslubidagi BTSdan 2009-yildagi pop uslubidagi BTSga o'tamiz. Bu qo'shiq Please deyarli Home qo'shig'ining o'zi, faqat unga yakkaxon faoliyat davrining ozgina ta'siri qo'shilgan. Bu BTS'ning 2018-yildan boshlab mashhur bo'lgan pop uslubi. Ular bu uslubni butun yakkaxon faoliyatlari davomida ham saqlab qolishdi, hatto rap line a'zolari ham. Nihoyat albomning so'nggi qo'shig'i Into the Sun'ga yetib keldik. Into the Sun BTSning muxlislarga bag'ishlangan klassik rock madhiyasi. Bu qo'shiq harbiy xizmatga ketishlaridan oldin chiqarilgan so'nggi qo'shiqlardan biri. For You kabi mayin va yurakka iliq ohangga ega. U avval sizga go'yo pichirlab kuylaydi, so'ng esa hissiyotlarga boy kuchli avj nuqtasiga yetadi. Into the Sun bizga muxlislar eng ko'p sevgan BTS qiyofalaridan birini yana bir bor eslatadi. Ammo bu albomni tinglar ekanman, xayolimga kelgan qo'shiqlar faqat shular edi. Xo'sh, Arirang albomi sizga yana qaysi qo'shiqlarni eslatdi? Videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Tarjimon M7, dublyaj Nabi, bu Valentim edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha